رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 131-mo'jiza. Yosh yigitga zino dunyodagi eng yomon ko'rgan narsasi bo'lib qolishi. Yosh bir yigit Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib, "Ey Rasululloh, menga zino qilishimga izn bering" dedi. U zot sallallohu alayhi va sallam, "Onang zino qilishiga rozimisan?" deb so'radilar. Yigit "Yo'q" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Xuddi shunday, odamlar ham onalariga zinoni ravo ko'rishmaydi" dedilar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Qizing zino qilishiga rozimisan?" deb so'radilar. Yigit "Yo'q" dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam, "Xuddi shunday, odamlar ham qizlariga zinoni ravo ko'rishmaydi" dedilar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Singling zino qilishiga rozimisan?" deb so'radilar. Yigit "Yo'q" dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam, "Xuddi shunday, odamlar ham singillariga zinoni ravo ko'rishmaydi" dedilar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ammang zino qilishiga rozimisan?" deb so'radilar. Yigit "Yo'q" dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam, "Xuddi shunday, odamlar ham ammalariga zinoni ravo ko'rishmaydi" dedilar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Xolang zino qilishiga rozimisan?" deb so'radilar. Yigit "Yo'q" dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam, "Xuddi shunday, odamlar ham xolalariga zinoni ravo ko'rishmaydi" dedilar. Yigit "Mening haqqimga Allohga duo qiling, ey Rasululloh" dedi. U zot sallallohu alayhi va sallam, "Ey Allohim, uning qalbini pok qilgin va avratini yomon ishlardan saqlagin" deb duo qildilar. Yosh yigit, "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlaridan zino dunyodagi eng yomon ko'rgan narsam bo'lgan holda chiqdim" dedi.